Amerikada eng tabiati chiroyli, ob-havosi ham zo'r shtat bu Kaliforniya. Mana qarang, ertalabki soat 6 ga yaqinlashyapti. Ertalab chiqyapti. Juda ko'pchilik bunaqa payt uxlaydi, chunki sababi ba'zi uyqu keladigan paytda. Mana qaranglar, ham bu yoqdan kamalar chiqyapti. Kamiga ikkita ko'rayotgan bo'lsanglar, bu bittasi ikkinchisi nariyada chiqyapti. Ikkita kamalar birinchi marta ko'rishim. Bu yoqda bunaqa zakat. Zakat menda nima deydi? Bu quyosh chiqishida, qarochi. Juda ko'pchilik shunaqa payt o'tkazib yuboradi, uxlaydi. Sababi endi haqiqatdan ham uyqu keladi-da, u saharga. Ko'zlar ketib qoladi. Endi to'g'ri riskovat qilmash kerak-ku. Lekin juda ko'pchilik mana shunaqa paytda o'tkazib yuboradi. Endi to'g'ri hamma joyda ham bunaqa chiroyli chiqa olmaydi. Bu to'g'ri boshqa chiqadi. Bu yog'i apelsin bog', qaranglar ko'pligi. Kattaligini qarang. Bu tomoni ham shunaqa. Lekin bu kamalar qarang, ikkita kamalar bir marta bitta joydan chiqadi. Buni faqat ko'rish kerak, ko'z bilan.